Mana yana o'sha mashhur Hojatbaror ukamiz oldiga keldik. Assalomu alaykum, rahmat. O'zi bilan mana adres yana bir marta sizlarga qo'yliqdan shuni birinchi emas, xullas darvozdan kirsanglar o'zi bitta bo'lib sotadilar. Bu tarafda sotardilar, endi bu yoqqa ham asarchilar olib ketdilar mana. Nimalar bilan endi? Bu Uralskiy, bunisi Голубая o'zbekcha, bunisi Samarqand shokolad, bunisi Turkiston. Bunisi Turkiston pletki, bunisi Shayba, Kaolin, Jetisa asarti, Rafaello, Голубая o'zbekcha, Oktober, Belgora, Glamour. Bunisi pastalar ham ketdi o'rtoqlar. Suyuq, purrasak olib chaqillatib yeyish kerak bo'ldi. Men tushunmayman lekin. Men aslan bitta ajoyib narsa ketdi. Yangilik, mamalaringiz nima? Bu bashkirskiy pletki, bunisi Belgora, bunisi Pilini standart mel, ya'ni klassik mel deyishadi. Bunisi vitaminka, bunisi charadeka, bunisi